Öyle uflamasam şehir canavarı deb şehir çigizdiniz. Bu şehirde Bir olsam- tamakni bo'lib qolibsiz. Men bu kalima bunu yapatgan. Şəhərdə olsan ziyan çıxmayatqan da döştkan. Qançılıq yesən ziyan əndə. Evet, siz tabak. Ha, iyisi də yapılamayız axşam, yəni çox yəsiz. Bak kıymetli bu tamaklar. Qimmat emas aka. Bu sizin pintozlarınızga faqat pul qo'yğulam lazımdan katta bo'lgan faoliyatlarni müştə deplab keldim ya. Qanday desəniz 19-21 sənə müştə lazımdan baş dükan kirdi. Birinci bazarın qıpaş qarşısıga ma ko'rayotganaldek bir tal şut ya, bir tal chemiyoq, bir tal kalani faqat pul qo'yğulam yelaydi. Bu. Anda kunda 100 dan satib olaydı. Buni oldingi sharti cho'qqim sizdan filmangizni ko'rib, men iste'mol qilyaptim yoki men yeytim deganda primor ayniga yetayotgan ekan kunida. Uni boshqa ko'rayotganimizdak, shunday qarib tamoqil demsiz, bombochi demsiz, tavsam mefam mesela cho'nlak yaqasim yigidekcha. Undan boshqa ham bor deymiz, shunda pochoq turlar, ochiq qanot yeytim deysa, har xil ishimizlarni hammasi bor. Bolalarni ilib kirsanglar o'ynaydigan rahmati xavfsiz. Anki muhabbetinle iptisanlar ayrım halları tolak. Balalarla aksız oyuncu oynalaydı. Şarayet şunu yaşkem yani. To'g'an kun olib qaysi bizning tortlarimiz har xil tortlar bor. Tamamshina bek fayzi. To'g'an kun maxsus biz hep qilib beramiz. Bundan boshqa to'nga o'g'ma har xil tomoqni esib qo'ydik. To'nga basim bek ma bu yerda o'tirib yesam bo'ldi. Sana naychi dilan bo'lib qolsanglar. Bu yanlargacha har xil sularda hamkorligimizda uyanni oldiqlarni yetkazib berdi. Yani adresi ya? Şu Yakan Naya birinci bazarının Qipash qarshisiga Lazda Mamurxonasi shu faqat bu faoliyatim shu son diyelim qildi. Baş dükkanda? Ha. Unda asmış 3 kilo fursatni cham tutib kelsan bo'ldi. Aka yemsiz ya. Şöyle güneşin doktoru bir yer. Ha, maalesef.